Bugun meni oldimga bir kishi bir maslahat uchun kelibdi. Domla, bir maslahat bering. Dadam juda ko'p bizga yaxshilik qilganlar. Hozir mana katta bo'lib qolsak ham juda ham mehribon. Hatto deydi, men uxlab yotsam, kechasi meni uyimga kirib pechka yoqadi. Pechka yoqib, suv isitib, meni o'g'atib, o'g'lim issiq suv qilib qo'ydim, shunga tahorat qilgin deb shunaqa mehribonchilik qiladi, namoz o'qimaydi. Ko'p achinaman deydi, yig'layapti hali odam. Yig'layapti, domla deydi, dadam do'zaxga tushadimi deb qo'rqaman, namoz o'qimaydi. Nima qilsam ekan? 3-4 marta aytdim, dadamni xafa qilib qo'ydim, hattoki hozir shu 3-4 kundan beri men bilan gaplashmayapti. Men u kishiga bir hikoya, voqea aytib berdim. Sizlarda ham shunaqa dadalaring bormi? Sizlarga mehribonchilik qilgan, mehribonchilik qilayotgan, sizni yaxshi ko'rgan. Alloh taolo aytadiki, "Ani shukurli vali validayka." Menga shukr qilgin. Ota-onangga ham shukr qilgin. Ota-ona ham shukr qiladigan kishilar. Ularga ham o'sha qilgan xizmatlariga, mehribonchiligiga javob qilib qo'yish kerak. Bir kishi ko'rgandim, men u odamni taniyman, hozir ham borlar, Xudo salomat qilsin. Madrasada o'qib yurganimda u odamlarga kitobga borardim men. Shu aytib beryapti. Dadam bizga juda ko'p xizmat qilgan, ko'p mehnat qilgan. Ichimda bir dard borki, men dadamga qilgan xizmatiga yarasha dunyoda javob bera olmayman. Shuni savoliga, shu ishiga javob qaytara olmayman. Nima qilsam bo'ladi deb yurardim deydi. Bir kuni juma kuni domla aytiblarki, qiyomat qoyim bo'lganda hamma hijolat teriga botib, o kishilar nima qilishlarini bilmay turganlarida, "Ey palonchi" deb chaqirar ekan. Palonchini o'g'li pistonchi shu yerdami? Ha, shu yerdaman desa, sizni chaqirishyapti. Alloh taolo sizga toj kiydirar ekan derkan. Shu odamga toj kiydirishadi deydi. Shu tojning yorug'ligi qiyomatga tarqab ketadi deydi. Bu odam bilasizlarmi? Qorini otasi bo'ladi deydi. Bu siz nima qilgansiz? Qayda yurgansiz? Nima ish qilgansiz deb so'rashmas ekan. Qorilarning otasiga toj kiydiringlar derkan. Shu gapni eshitib oldim deydi. Shunday quyunday keldi miyamga, chaqmoq chalib ketdi boshimda deydi. Uyimga borib birinchi ishim ukam bilan maslahatlashdim. Uka, shunaqa gap eshitdim. Menga sherik bo'lasanmi shu ishda? Sherik bo'laman, nima qilishim kerak desa, shu 4 ta bolam bor. Shularda tirikchiligiga yordam berib tursang sen, men Qur'on yodlardim debdi. Ikkovimiz shu ishni qilaylik. Dadamga biz nima ham qila oldik hayotimizda? Shu ishni qilsak, Xudo dadamga qiyomat kuni toj kiydirar ekan debdi. Ukam rozi bo'ldi deydi. O'shanda yoshim 40 ta edi deydi. 46 yoshimda qori bo'ldim deydi. Men Allohdan umid qilaman, qiyomat kunga dadamning oldida yuzim yorug' bo'ladi deydi. Haligi bolaga shu gapni aytib berdim. Siz shunaqa qiling. Siz dadangizni nima qilayotgani bilan ishingiz bo'lmasin endi. Va sahibhuma fid dunya ma'rufa. Alloh taolo yomon dadalar haqida aytadi. Seni xo'p dadang yomon ekan, dunyoda misli ko'rilmagan izzatini qilgan uni. Shunaqa hurmatini qilgan. Yaxshi otani qo'ying, yomon otani shunaqa hurmatini qilgan. Shunaqa qiling-da siz dedim. Uni oxirati uchun bir foydali ish qiling. Shunaqa ish qila olasizmi? Ham qila olaman deydi. Men eplayman shuni dadam uchun. Duo bering, Allohu akbar deb duo qildim ketdi.